Bizdan mana shu bitta shaybana bor, yaqin 4 soat oqtardik. Lekin kimdir aytmoqchi bundan tiqilyapti-yu, lekin kerakli payt bor, topilmay qoladi. Bu Tiko avtomobilimizni mana shu Tupisan pasturog'i mana shu shaybasi bo'ladi. Shuni yangilik qilganmiz. Bu ispitaniyadan o'tgan akalarni. Buni bemalol sizlar ham qo'ysangiz bular hamkasb ustalarimga foydali bo'ladi. Bu qo'limdagi Spark avtomobilni sharovoy stoperi bo'ladi. Mana shu birga bir tuchada qaranglar. Buni ikkitasini shunday qo'yib turib boru, qo'yasizlar, xuddi mana shaybani boru o'rnini bosaveradi akalar. Buni xohlasangiz to'qida yasasalangan bo'ladi, noilojlik bo'lib qoladi-yu, xuddi shunaqa qilsalaring bo'ladi. Biz ham 3-4 marta qilganmiz va effekt bergan. Shuni hisobiga sizlarga video qilib beramiz. Bu keyin pachina oqyapti turganda aboymas bo'laman. Pachina o'rtasi mana holatini ko'rasizlar, yemirilib ketgan. Ham bu tomondan qisqarib qo'ygan. Qisqarib qo'ygani hisobiga mana ikkita pachina bor, granata gakasi qatilganda xuddi aboymas mashina turadi, ko'rasizlarmi? Bu agar kichkina bo'lgandan keyin kuloq qatilgan pachina qisib qoladi-da, tez ketishga olib kelar ekan. O'zi pachina tez ketishini sababi juda ko'p. Stupisani pachina turgan joyi yilib qo'ysa ham xuddi shunaqa tez ketadi va aponis ellipslashib qolsa ham tez ketadi va kulaydi. Pachina turgan joyi ketib qolgan bo'lsa ham, bo'shab qolgan bo'lsa ham tez ketar ekan. Imkon qadar sizlarga o'z ilmim bilan ulashaman. Sizlar like bosib, faqat obuna bo'lib tursalar ham bo'ldi akalar. Qolgan videolarimizdan ko'ringlar. Qolganlari ham juda ko'p foydali ma'lumotlarimiz bor. Jonlar sog' bo'lsin. Har doim yuzdan tabassum harakatasi. Men sizlar o'ylab, to'g'ri va ishonchli o'zimdan ispidan o'tgan narsalarni sizlarga video qilib chiqarib beramiz.